Assalomu alaykum, aziz ko'rarmanlar. Hozir men sizlarga Uyg'urlarning tamoq podshoyi deb nom olgan, ya'ni go'sht pulovining tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Jup tozalgan guruch 1,5 kilogram. To'g'ralgan sabza 1 kilo 300 gram. Qo'yning ustixonli kuchi 1 kilogram. Tuz muvofiq miqdorda. Sumay 400 gram. Biz mushu materiallar bilan pulovni tayyorlab chiqamiz. Endi biz o'choqqa o't yoqamiz. Qozon qizg'andan keyin mayning hamini bir xil qo'yib o'tamiz. Arqadan biz bu may chuchigicha orliqda bosh piyozni cho'ng-cho'ng yaproqchiq to'g'rab olaylik. Piyozni ushoq to'g'rasangiz kuyib tutadi. May chuchigandan keyin 3 bol qo'shib tuzga biroz suv quyib eritib erigandan keyin mayni dog'laymiz. Mayni dog'lash maqsad mayning achchig'ini chiqarishdan iborat. Arqadan bosh piyozni solamiz. Piyozning ta'mi chiqib bo'lgandan keyin piyozni suzib olib go'shtni solamiz. Go'shtni siz 2 gram cho'ngliq to'g'rang. Go'shtimiz qizarib qoldi. Qizargandan keyin yana bosh piyoz to'g'raymiz. Bosh piyozni silib yana aralashtiramiz. Biroz qo'rib ham sinishgandan keyin sabzini silib olaylik. Qo'raymiz. Biz bu sabzini qo'rib oldik. Sabzini bek uzoq qo'rvatsangiz, pulovning rangi qarchib qoladi. Sabz qo'rib bo'lgandan keyin 1 kilo 200 gram atrofida suv qo'ysak bo'ladi. Suv quyib oldik. Qozon qaynag'icha to'voqni yeb qo'yaylik. Qozon qaynabdi. Qozon qaynagandan keyin yig'ilgan ko'piklarni elib o'taylik. Biroz qaynatib, sabza go'shtlardan ta'mini chiqarib olaylik. Endi guruchni solib olaylik. Guruchni qozonning atrofiga cho'giltib solamiz. Ondan tovoqni yapamiz. Nim yapib yana chitikotda biroz qaynatamiz. Qaynagandan keyin asta o'tni biz pastlatishga boshlaymiz. Vaqtni to'shdi. Biz endi tovoqni ochaylik. Endi guruchni o'rib olaylik. O'rib bo'lgandan keyin ustini sipaymiz. Sipashdagi maqsad ustiga vo o'tib ketishini saqlanish. Vo o'tib ketmasa, guruch yaxshi demaydi. Guruchga cho'k solishdagi maqsad vo hamma tash tepib, guruchni tashib pishirishdan iborat. Chekib oldik. Biz yana bir sipaymiz. Endi yana bir yapib dimlaymiz. Dimlagandan keyin o'tni yana bo'shtimiz. Dimlash vaqti taxminan 20 minut bo'ladi. 20 minut vaqtni to'shdi, tovoqni ochdik. Biz endi pulovni o'raylik. Pulovni sabzi aralashtiramiz. Biz Uyg'urlar bu pulovni kepkir usulimiz. Kepkir usulidagi maqsad mayni saqit etishdan iborat.
polo qancha mayli qolgansiri bek o'xshaydi. Biz endi bu go'shtni ustiga olib olaylik. Bu polo biz Uyg'urlarning eng oliy taomlaridan biri bo'lib, hatto Yevropa ellərdinmi biz Uyg'urlarning uzun umr ko'rish nisbati mushu polo bilan zid munosabatlik deb qaragan. Biz bu poloni odatda eng oliy mehmonlarga tayyorlaymiz.